Agar ko'pchilik Dongfeng Ipain 08 da gibridi ko'pligidan elektrini so'raganda topishga qiyin bo'lgan, zavoddan zakaz qilib beramiz deganda 40-45 kun vaqtiga uncha kutishni xohlashmaganida, hozir esa ushbu mashinani elektrini har go'sga chegaraga olib kelib qo'ydik. Hozirgi kunda akalar chegarada oqqa qora, oqqa oranjli, qora ranglarimiz mavjud. Ushbu mashinamizni bilasizlar, elektrda yuradigan zapas hodi 610 km bo'ladi. Orqa tortadigan motori 200 kW, ya'ni 272 ot kuchga ega. Batareyasi esa 128 kWh железо fosfat batareyka bo'lib, ushbu mashinamiz elektrda bemalol maza qilib yurasizlar. Ya'ni ushbu mashinamiz 6 kishilik gibrid bo'lmagan elektrda yuradigan C16 dan keyingi yagona mashina desek ham bo'ladi. Bilasizlar, ushbu mashina yurishlari hadovalar juda ham yumshoq. Yili 26-yil, o'zi ham model 26. Bu mashinani polniy xavfsizlik sistemalari mavjud, adaptiv cruise control. Salon ichida bezproblemli zaryadli ikkita kamera, katta o'rtada ko'radigan displey ham mavjud. 2 ambient tozalagichgacha mavjud. 17 ta kolonka, 64 ta ambient chiroqlari yonib o'chib turadi. Bu mashina agar qiziqsanglar, narxi 25200 Toshkent. Agar bu mashinani rastamashga 7800 ketadigan bo'lsa, qo'lingizga 23 mingga tegadi. 33 mingga tegadi. Bu mashinani hozir bozorda 34,5 ming sotilyapti. Bu mashinani agar bizga zakaz qiladigan bo'lsanglar, 1,5-2 ming dollar ekonom qilib olishingiz mumkin. Agar qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Bu mashina xudo xolasa chegaradan har do'stdan Toshkentga 15 kun ichida yetkazib beramiz.